Mana men darslarimni tugatib olib, so'ralar qo'yib ozgina direktim portlab yotgan savollarga javoblar berib, endi hozir sekin uyga ketaman. Undan oldin mana shu 28-da bo'ladigan seminarim haqida sizlar bilan ozgina gaplashmoqchiman. Qizlar, bu seminarimga tez qatnashmaganlar qatnashib kelib olinglar, sababi bilasizlar, ikkinchi bosqich seminarimga e'lon berganman 18-iyulga. Birinchi bosqichda qatnashmaganlarni qabul qila olmayman, sababi tushunmaysizlar. 18-iyuldagi o'sha ikkinchi bosqich katta masshtabli seminar bo'ladi. Xudo xolisa juda katta kameralar ishlaydi. Katta auditoriyada bo'ladi va texnikalar ham shunga yarasha juda ko'p. Rosa maza qilasizlar. Birinchi seminarimda qatnashganlar buni juda yaxshi biladi. Hammasi kutib turibdi. Deyarli hamma qatnashganlar o'sha ikkinchi bosqichni kutyapti. O'shaning uchun endi birda ha deb o'tiravermaymiz. Qilaman, qilmayman emas, birra qachonlardir.